Grillatoni yangicha usulda, zamonga talab qilinadigan usulda o'ylab topishibdi. Ya'ni podyezdga grillatoni o'rnatishyapti. Bizning Gipsayt kompaniyamiz o'rnatib ketdi. Birinchi podyezdning o'zida 9 etajli binoda har bitta podyezdning o'ziga qora grillatoni o'rnatib ketdik. Mana sizlarga qisqacha hozir obzor qilib ko'rsataman. Qani ketdik. Bizning o'zimizning ustalarimiz birinchi podyezdni o'zi bitirib bo'lgan ekan. Qarang. Mana shunaqa hashamdor qora grillator. Nima uchun bu kerak bo'ladi? Agarda sizlarda mijozlarni ertaga turar joy majmuasiga chaqirasizlar-ku, kirganda vobshe chiroyli hashamdor ko'rinar ekan deydi. Va bularning orasiga svetlarni, to'rtburchak svetlarni qo'yib qo'ysa, shunchalik darajada podyezd o'zini hashamdor ko'rsatadi va ochadi. Va shuningdek Gipsayt kompaniyasida yuqori servis 1 oylab, 2 oylab cho'zib o'tirmaydi. 1 kunda, 2 kunda, 3 kunda hammasini bitirib ketadi. Qora grillator, Armstrong va shuningdek rechli patologlar. Endi hozir pastki qismga o'tamiz. Ketdik. Yomon opasni joy, lekin ehtiyot bo'linglar. Mana sizlar ham agar turar joy majmuasini qurayotganinglarda e'tibor beringlar. Mijozinglar kirib kelganda mayda-mayda detallar ham ularga katta ta'sir qilishi mumkin xarid qilishi uchun. Ketdik. Mana bu hozir 8-etaj. Bu yerda ham xuddi shunaqa qora grillatorlarni o'rnatib ketdik. Mana shunaqa chiroyli hashamdor joyiga. Bitta ko'rsating bu yerda ham. Do'stlar, hozir hammasini ko'rsatib o'tiraman desam, juda ham vaqt ko'p ketib qoladi. Sizlarning vaqtinglarni olmayman. Chiroyli rasm, video shaklida ko'rsataman. Agarda sizlarga ham qora grillator, rechli patolog yoki Armstrong patologlari kerak bo'lsa, hozirroq shaxsiy xabar jo'nating, maslahatlashib olamiz. Eng qizig'i shundaki, sizda turar joy majmuasi bo'lsa, qora grillatorni o'rnatishingizni maslahat beramiz. Zamon talabi.